Sizni necha yoshdaligingizni aniqini aytib beraymi? Qarang. 2 dan 10 gacha bo'lgan raqamlar ichidan xohlagan bittasini o'ylang. O'yladingizmi? Uni 2 ga ko'paytiring. Ko'paytirdingiz-a? Chiqqan javobiga 5 ni qo'shing. Qo'shib bo'ldingizmi? Ana endi chiqqan javobini 50 ga ko'paytiring. Ko'paytirib bo'ldingiz-a? Ana endi chiqqan javobiga 1774 ni qo'shing. Qo'shib bo'ldingizmi? Yaxshilab e'tibor bering, eng diqqat qiladigan joy. Tug'ilgan kuningiz 2025-yil, hozir oktyabr oyi bo'lsa, shu kungacha bo'lgan bo'lsa, bir raqamini qo'shing chiqqan javobga. Agar bo'lmagan bo'lsa, misol noyabr, dekabrda bo'lgan bo'lsa, teginmang, shu turishda qolsin. Bo'ldi, qo'shib bo'ldingiz-a? Ana endi chiqqan javobdan yilingizni ayiring, tug'ilgan yilingizni. Ayirib bo'ldingizmi? 3 xonali son chiqdimi? Birinchisi siz o'ylagan son, qolgan ikkitasi esa sizning yoshingiz. Videoni yoshini bilmay yurganlarga yuborib qo'yinglar, aniqini aytib beraman. Sog' bo'linglar.